kinayimiz didiga qarab qildingiz. Kinayimiz qo'shniga yashil maydon qurib qo'ygan ekan, sizda asabingizni qitirlaganda mana uyga yashil maydon qilib qo'ydingiz. Endi kinayimiz ko'rmagan, bilmagan bitta narsa bor. Agar buni bilsa, yana sizda asabingizni yego'laydi, buni ham qilib berishingiz kerak bo'ladi. Bitta olinib beratar ekan. Uyga mangal o'choq qilish xizmati, ya'ni yozgi oshxona xizmati. Bulardan ham navosi hozirgi kunda necha bo'lyapti degan qadrdorlarimiz uchun bitta to'shkasi alohida narx hisoblanadi. Ya'ni mana shu mo'ykasi ichida bo'ladigan bo'lsa 200 dollarga ketgan. Mana bunday mo'ykalarni ko'rib turibsizlar, alohida funksiyalarni bajaradi. Bu mo'ykasi 200 dollar bo'ladi. Ya'ni usta xizmati bilan mana bunday mo'ykasi. Agar mo'ykasini o'zi bo'ladigan bo'lsa, yo'q qo'ysangiz 100 dollar bo'ladi. Mana bunday joyda, ya'ni shavot beradigan joyi, plashatkasi 100 dollar. Mana bunday qozon qo'yadigan joylarimiz esa 200 dollardan bo'ladi. Mana bunday mangal joyi bo'lsa, jok 300 dollar. Yengil. Chunki mehnat ozgina ko'p ketyapti. Mana bunday agar katta qozon bo'ladi, kichkina qozon bo'ladi, bu ham 200 dollar bo'ladi. Va tandir qismimizga keladigan bo'lsa, tandir qismimizdan jok 300 dollar. Xudo xolasa mana bunday nima deb plashatkasini bonus qilib qo'yib berishgan. Mana shu joyimizning razmeri 9 metr. Shu joyimizga o'xshi 1600 dollarlik usta xizmat ketgan. Endi jami общий расход, ya'ni usta xizmati bilan material necha bo'ldi degan qadrdorlarimiz uchun 1600 dollar bo'ldi. Ha, 3600 bo'ldi. 3600 dollar bo'ldi. Endi 3600 dollar menga qimmat qiladigan qadrdorlarimiz uchun ancha yengilroq variantlar ham bor ekan. Chunki bu yerda eng nima deydi, toza, sifatli ishlar bo'lgan. Mana bunday kafelarimiz ham Xitoyning kafelar. Mana bunday chekkalarimiz maxsus uskun yordamida o'yib chiqilgan. Mana bunday chekkalarimiz esa 45 gradusga maxsus o'yib qilingan ustagalarimiz xizmatidan bo'ladi. Ustagalarimizni o'rnini pastda qoldiramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa telefon qilib, ish faoliyatidan foydalanishingiz mumkin. Sizlarga videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta yengil like bosib o'rnini qilishingiz istasizmi? Anjomda sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Tamom.